Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2005 yili 1-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qanliq iz. Avtori Muhammad Ali Hilim. 11-bob. Qaydisan bahar. Burkut bo'rondan qo'rqmas, Batur o'limdan. Uyg'ur xalq maqoli. 1. Barat palvan charlash ilib berayotgach, asta mingib G'ini Batur bilan ko'rishgan go'zal daqiqalarni eslayotdi. Uning arzu armonlarga to'lgan qalbi tonglarga tutashdi. Uning shu topdagi xiyollarini ochiq sovuqning nashtar urushlari, daraxtlarga g'ujmaklashib qo'nib olgan qora qag'alarning ansiz qaqildashlari, ig'ir qadamlardan hosil bo'lgan g'ichirlashlar buzolmaydi. G'ini Baturga o'q tegib, eliga ilib ketilganligi uni xilila azoblab ham ansirtib qo'yvatadi. Barat palvon odamlarni boshlab tong saharda Arshonga yetib borganida ili partizanlari dushmanlar uvisiga tahriy g'azab bilan tikilib turadi. G'ini Baturning o'zgacha salohiyati mardlarning zo'qini qo'zg'aydi. Salomat keldinglarmi? Dedi G'ini Batur yo'g'on qo'lini Barat palvonga sunib. Salomat keldik. O'zinglar qandaqroq turdinglar? Mana, ko'rib turibsan. Ularni uvisiga qo'yni qo'tanga solgandek solab qo'ydik. Bularni mo sal chaqilg'ili bo'lmaydi ekan. Qurol kuchi zo'r ekan emasmi? Anangni. Biz amdi, dedi Barat palvon. Bar kuchimizni ishga silib, hujumni tezlatayli. Ey palvon, dedi G'ini Batur qo'shimlarni turib. Mana bizmo hujum qilamiz deb turmamdiq. Sizlar bizga ko'p yordamda bo'ldinglar. Mushu sovuqda kech kunduz qatnab, aloqalashib turdinglar. Hammanglar o'limdan qo'rqmas, haqiqiy azmatlar ekansizlar. Erkak degan man mushundoq bo'ladi. Bu bizning bosh tartib bo'lmas mas'uliyatimiz. Sizlarmo bizni o'q-dora, miltiq bilan ta'minlab turdinglar, dedi Barat palvon nimadandir xijil bo'lib. Bu kelishgan baslik ikki palvonga hammasi zo'qmanlik bilan to'ymay qarashdi. Sizlarning hiliqi Shamolxon degan odaminglar odamni hayron qoldirdi ekan. U jang sovuqda bu yerga necha qitim keldi. Muhim xabarlarni yetkazdi. O'zi cho'kansimon bo'lgan bilan qalbi otashgan. Vujudida ming yigitning jasorati bor ekan. So'zlarimi bak o'rinliq. Odamning anglasa keladi. Naqshlar cho'tixi. U qandoq tez paydo bo'lgan bo'lsa, shundoq tez g'oyib bo'ladi ekan. Tova, avliyomu nima u? U yurtimizning, shundoqla xalqimizning yuriki. Uni asrash kerak. U ko'rinmaydi-ku. Shaharda tashviqot ilib borman, biror ish bo'lsa sizlarga xabar qilman deb ketib qoldi. Uzoq o'tmay paydo bo'ladi, dedi Barat palvon Shamolxonning hayotidan sal xavfsirab. Matvanjang bu tarafga kelibdikan. U ilig'i borman deb ketib qoldi. U xili jigir bor nima ekan? Dedi G'ini Batur ondan kaskin qilib. Biz o'zimizni tartibga silib olib, ularga qarshi hujumni boshlayli. Yura, Irdani, Nazarovlar bilan maslahatlashayli. Bo'ladi, dedi Barat palvon hayajonini bosolmay. Uning yuragi qapidan chiqib ketadigandek qattiq tikchakladi. U G'ini Batur bilan ko'rishganligidan shunchalik xushal edi. Bu xil tuyg'ular uning chiroyidimi ro'shan aks etib turadi. U jang maydonida o'zini ko'rsatib qo'yishga aldiraydi. Mo'kib yurib qilgan urushlar uning ichini siqmaymi qolmagan edi. Bugun havo bulutliq. Sovuq shamol qor uchqunlarini har yon uchirtatdi. Oppoq qorlarga purkangan zamin ig'ir musibat iligida qolgandek mungluq sukutlarga cho'mgan edi. Ancha yiroqda bo'lmagan tog'lar nimadandir g'azablanib, birda turilgandek ko'rinsa, birda o'z o'g'lonlaridan faxrlanib maydasini kirib turgandek ko'rinadi. Atrofda qo'yuq yeyilib turgan yalang'ochlangan daraxtlar asirga tushgan dushman askarlaridek shumshiyib turadi. Qo'rchoq hukumatning qo'rosiga chekinib, jinini daldiga olgan go'mindonchilar uzoq o'tmay partizanlarning shiddatli hujumiga bardoshlik berolmay oq bayroq chiqardi. Bir qism jahil go'mindonchilar bo'ka yomilga qechib kirib oldi. Buyruq bilan tizginlab qo'yilgan partizanlarning qalbidagi qisos to'lqinlari hech pasaymaydi. Barat,
dedi G'ani Batur bir kuni. Sizlar bu yerning yer sharoitini obdan bilasizlar. Shamolxonning xabariga qaraganda shahardan bularga yordamlash uchun askar kelgudek. Shunga sizlar yo'llarda yordamchi qo'shinga zarba berishga ko'proq odam o'rlashtiringlar. Bular amdi bo'ka yomulga qamlab oldi. U yerga hujum qilmoq qiyinroq. Atrofi tuzlanlik. Shunga bir amal qilib, bo'ka yomuldikilarning kuchini ojizlashtirayli. Shu chaqda bular qandoq qiladikin? Anangni ochliq yem xashakdan qisilib, sovuq shamol vush qo'ytib chiqyotdi. Atrof timtaslikqa cho'mgan bo'lib, oppoq qarlar zaminga silingan poyandozlardek yeyilib yotadi. Egiz tog' cho'qqilari bu zaminning qaravullaridek cho'qchiyib turadi. Barat, nimani xiyol qilib ketding? O'ttu buloqdagi oshnangni sig'inotamsan? Dedi chaqchaq qilib. Neredin Barat palvonni ko'rib yiqillab kelgan qaraqvon. Ha, sanmiting? Dedi Barat palvon beshini ko'tarib. Bularga ko'rinib qo'yay deb aylanib yurishim edi. Anglsam ata Wang Silian degan yana biri askar boshlab keladi ekan. Shamolxon Arshonga xabar qilg'il ketdi. Bizmi Chag'an orolga otlanayli. Kechda Nuraxon Zeydinning uyiga yig'ilib konkret ishlarni maslahatlashib olayli. Nima degan to'la siling piling, tuanjang panjanglar bu. Ular tixi Arshonni partizanlarning qo'lidan tortib olamdikan, anangni ko'ryapmiz tuanjanglarini. Eski tamning ichida choshqandek yotidi. So'zga paxas bo'l. Zakir quloq bilan Tursun Tingting hech narsani bilmas bo'lib olib yo'qab ketib, yana paydo bo'lib qilayotgan Barat palvon bilan Qaraqvonga gumon aralash qarab qo'yib o'tib ketdi. Ular yangi bir xabarga ega bo'lishni shunchalik armon qiladi. Bu xil armon ularni jim yotqizmay deriza maratadi. Gohida ular tuyuqsiz zarbadanmi saqlanib qololmaydi. Shundaqdimi ular o'zlarining muqaddas vazifasini ado qilishga kirishadi. Bu yerdagi bolalarning og'zidan kim o'qiganligi noma'lum mundaq bir qo'shiqni anglag'ili bo'ladi. Ishik baqar Tursun Tingting, aram bermez Zakir quloq. Jujang qittu Aysxonni vijdon sitib yurgat shallaq. Ikkinchi. Vujujang, dedi aldirab tinab kirgan Zakir quloq. Oshxonada g'ayri ikki odam paydo bo'lib qoldi. Bularning gapiga zan salsam, ili o'g'irlarning gapini qilyotdi. Nima? Dedi bu shavtan tamakisini tashlab, o'rindan chachrab turib. Qandaqroq odamlarkan bu? Saqalliq, quloqcha, juvi kiygan, baslik odamlarkan. Eti qandaq? Qaysi oshxonada? Quyruqi qirqalgan, to'riq ekan. Muhammad ustamning oshxonasida. Naqshu, yaxshi. Bu qitim xizmat ko'rsatgan bo'ldik. Biz vaqtni kechiktirmay darhol borayli. Bu shavtan tapanchisini yiniga qistirib, odamlarni agashtirib, otlarini bo'lishicha chaptirib, Muhammad ustamning oshxonasiga yetib bordi. Ular oshxonaga kirganda rost degandek, baslik kelgan, juvak kiygan ikki odam mantiyab o'tiradi. Ularni tutib elib manglar, dedi bu shavtan tapanchisini yeniden sug'urib elib. Bizni nimishqa tutisizlar? Dedi qora saqalliq, ko'zi yo'g'on biri. To'li so'zlamay mang, soqchi idorasiga borganda oldirmay so'zlashib olamiz. Ajoyib ishda, bu yurtqa kelgil bo'lmamdi nima? Dedi u atrofga qarab qo'yib. U oshxonaga kirganlarni birma-bir eslayotdi. To'li so'zlamay mang. Soqchilar ularni haydab mandi. Ular atrofga qarab kimlarnidir izlaydi. Ular oshxonaga kirganiga pushaymon qilishdi. Ularga qarab qolgan Muhammad ustam Zakir degan juhud bu yerga kirganda qilgan oldirashchilikda ajab bularga deb qo'ymabdiman. Kim biladi bundaq bularni? Isit, bular nima odamlar bo'lg'ayti? Deb hasrat chekib qoldi. Oshxona oldiga to'plashgan kishilar bo'sh ovozda pichirlashyotdi. Zakir quloq oshxonada birdam o'ltirgandek qilgan. Ularmi ig'izga boqmay so'zlab ketdi. Hey, haq so'zlaganti. Ular hammamizga tikilib qarab ketdi-ku. Uning so'zi bilanla bo'lib ketibdi. Bu shavtan ularni haydab soqchi idorasiga elib bordi. Bularni mahkam bog'langlar, dedi u xamsimiz bir soqchiga. Ondan yana beriga dedi. Sen G'affar bagni chaqirib kel.
Bo'ldi, uni chaqirmanglar. O'zim tarjimonlik qilaman, dedi bu xabarni anglab aldirash kirib kelgan Lanshing. Bo'ladi, dedi Vushotan Lanshingga qarab qo'yib. Avuni elib chiqib ketinglar. Avval mavi qara saqal Chantoni so'roq qilayli. Ikki saqchi yana birini elib chiqib ketib, qara saqalliqni elib qoldi. O'ltira, dedi Vushotan qo'llashmagan samimiy talaffuzda. Rostchilik bilan hammani iqror qilsang, kangchilik qilamiz. Agar etmasang seni qanday qildiganligimizni o'zing obdan bilasan. Lanshing uningga tarjima qilib berdi. Nimani aytaman? Men hech nima qilmagan tursam, biz nimani so'rsak shuni aytsan. Bakmo oddiy ish. Ig'izingning yili jiningni saqlab qoladi. Ayta, sen qayerdan kelding? Biz cho'chakdan keldik. Yolg'on, g'uljidan kelding. Shundaqmi? Yolg'on so'zlab nima qilay? Cho'chakdan keldik. G'uljidan kelgan bo'lsak, g'uljidan keldik demamtoq. Nemish qilsizlar? Nemish bo'lsa shuni qilamiz. Iniq degin. Qo'y, kala, kiyim-kechak savdosi qilamiz. U yerdan ilib kelib, bu yerda sotamiz. Bu yerdan ilib, u yerga olib sotamiz. Biz bu yerga minib kelgan otlarimizni sotqili kelgan. Iniq bo'ldimi? Isming nima? Abdulla. Og'inangning-chu? Rahmon. U nima ish qiladi? Bana o'xshash tijorat qiladi. Bu yerda kimni toniysizlar? Hech kimni tonimaymiz. Yolg'on so'zlab meni ahmoq qilmoqchimisan? Buni tamg'is jinidan o'tkidek uringlar. Bekardan bekarga odam urush sizlarning tabiatinglarmi? Bizning gunohimiz nima? Biz sizlarga nima qildik? Sen ili o'g'irlarning odami, gunohing shu. Men ili o'g'irlarni tonimasam, ili toniydigan bo'lasan, uni isp uringlar. Saqchilar uning keyniga qilib bog'langan qo'lini yeshib, yalang'ochlab tamdiki qo'ziqqa ikki qo'lini kirib bog'ladi. Mixliq kaltakni tutib, ikki saqchi qarab turdi. Sen ili o'g'irlarning odammi emasmi? Aytsang seni qo'yib beramiz, ham yaxshi otdan ishkini inom qilamiz, dedi Lanshing. Yo'q, men o'qatchi. Uringlar uni, o'lgidek uringlar. Lanshing jon jahli bilan varqirdi. Her bir kaltak tekkan yerdan qon etilib chiqatdi. U ko'zlarini ching yumib, kalpukini tishlab to'lg'anatdi. To'xtanglar, dedi Vushotan tamakisini tutashtirib. Ayta, elimo kechikmaysan. Sen nima odam? Men savdogar. Qizilgan to'mir bilan ombur elib kelinglar. Ayol shimay ikki saqchi qizilgan to'mir bilan ombur elib keldi. To'mirni badaniga yoq. Qizilgan to'mir uning badanini vajildab ko'ydirdi. U qattiq og'riq azobidan echinishlik varqirab tashladi. Sen nima odam? Men savdogar. Uning tirniqini yulinglar. Bir saqchi o'rindiqqa dastlab turib uning tirniqini bir-biridan yulishga boshladi. U har bir tirniqi yulinganda ochiq to'lg'anatdi. Kalpuklarni qattiq tishlaydi. To'xta! Sen ili o'g'irlarning odammi yo'q? Bu yerga nima ish bilan kelgan? Ovqat. Buni taloq ilib chiqib, suv ichib to'ngiltinglar, dedi Vushotan nayt xafa bo'lib. Yana birini so'rab kelinglar, dedi-da Lanshingning quliqiga bu rost savdogarmi nima deb pichirildi. Yo'q, undaq emas, dedi Lanshing keskinlik bilan. Savdogar qiyofati kirib olgan ili o'g'irlarning odami. Bundaqlarni qancha qiynasam shuncha yashirib ketaman. Men bularga o'ch. Ikki saqchi Rahmanni akirib o'rindiqda o'ltirg'izdi. Sizning do'sting, dedi Vushotan muloyimlik bilan. Hammani aytdi. Sizlar ili o'g'irlarning odamlari ekansizlar. Bu yerga tashviq qilib quturatqulik qilg'ili kelibsizlar. Shundaqmi? Do'stingga o'xshash hammani aytsang, kangchilik qilib qo'yib beramiz. Uning ming'ista yalt-yult qilib chaqmoq chaqqandek bo'ldi. Qara ko'zlari chekchiyib, saqal basqan yuzlari tamdek tatardi. U hammani da'vatibdi. Xoin. Bo'lmasa bular na'dan biladi? U demaydi. Qandaqlarcha da'vatgandi deganni o'yladi u. O'ylanib turib ketding-ku, dedi Vushotan. Rost. Bular ili o'g'irlagan odamlar ekan deganni xiyol qilib. Aytsang, sanga kangchilik qilamiz. U o'ylanib o'ltirib ketdi. Yo'q, men aytmasligim kerak. Uningdek xoin bo'lsam,
keyin xalqqa qandaq yuz kelaman? Bular qo'ldan kelganini qilib baqson qani. Biz savdogar, u yolg'on aytibdi. U shundoq deyishiga qoroda barqirgan ovozlar anglandi. U qo'liqini ding tutib, Abdullaning ovozini tonib oldi-da, "Ha, bu yolg'on so'zlabdi" deb o'ylab, yuragi joyiga tushdi. Uni aybliginiga pushaymon qildi. "Lanshang, chiqib qarab boq. Soqchilar urushatamdi nima? Bularni-da" Lanshang uning so'zini tarjima qilib o'tib, sirtqa chiqdi. Abdullaga soqchilar qaqoqlab kulgunicha suv chechiyotdi. Abdulla to'nglab, lag'ildab titrab, ularni varqirab tillayotdi. "Anangni, guylar, odam emas, hayvonlar. Bo'ldi. Suv chechishni to'xtatib, uyga kirib ketinglar" dedi Lanshang Abdullaga o'muyib qarab qo'yib. "Buni qanday qilamiz? So'g'uq uyga solab qo'yinglar." U keyniga burilib uyga kirdi. Vushavdan tamaki chekib o'rindiqqa yo'linib o'ltiratdi. Mashta o'tin charaslab ko'yatdi. "So'roqni boshlayli" dedi Lanshang. "Ayt, nadin kelding?" "Ko'chakdan." "Yolg'on. Ilidin keldik" dedi. "U yolg'on so'zlabdi." "Yo'q, u sening ismingning Rahman ekanligini mo aytib berdi. Buni to'g'ri debdi. Bu yerga nima ish bilan keldinglar?" "Savdogarchilik bilan." "Yolg'on. Sening iqror qilmaganingni bir ko'ray." "Lanshang" deb pichirdi u. "Eliqi nima varqirmagan bo'lsa, bu cho'qim aytadi. Bayotin ko'rmadingmi? O'ylanib turib ketganini. Rost, sen degandek bular ili o'g'irlarning odamlari ekan. Vanselani boshlab kelaymi? Aldirmay tur. Biror natija chiqib qolsa ajab emas. Xizmat ko'rsatimiz emasmi?" Rahman har bir miq kaltak tekkanda ochiq to'lg'anatdi. Ko'zlarini yumib, kalpuklarini tishlab qantibatdi. Badanlaridan to'xtamay qon eqib turadi. Uning kallasida har nima bo'lsa-mu, xalqqa yuz kelolmaydigan ishni hargiz qilmayman degan birla iroda hukmron bo'lg'achqa u hammaga chidashliq berishga rozi bo'ldi. "U nima deydi?" Lanshang Rahmanning so'zini Vushavtanga tarjima qilib bergan edi. Vushavtanning chiroyi tatirib ketdi-da, "Ur uni!" deb varqirdi. Miqkaltak uning badaniga zarda bilan tegib, uning badanini titibatdi. Rahmanning mingisi zingildab, ko'z oldi qorong'ulashdi. "To'xtanglar!" dedi Vushavtan bir chog'da. "Uni sirt qilib chiqib, suv chechib, so'g'uq uyga solab qo'yinglar. Amdi Vanselani chaqirib kelsak bo'larmikin?" "Bo'ladi. Sen berib darhol chaqirib kel." "Amdi chaqirmay amal bo'lmadi. U kelganda birlikda so'roq qilayli." "Bo'ladi. Men ketdim amsa." Soqchi idorasi ig'ir sukutga cho'mdi. Vushavtan o'z-o'ziga so'zildi. "Ajab jini pishiq nimalarkan bu? Qandoq odamlardir bu? Agar meni shundoq qiynaydigan bo'lsa, allaqachon." U tamakidan birini tutashtirib, cho'nqur xiyollarga g'arq bo'lib o'ltirib ketdi. Bir asnoda Van Gotay mag'rur holda kirib keldi. Vushavtan chachrab o'rnidan turdi. "Yaxshimisiz, Selang?" "Yaxshi. Qani u odamlar? Men ilib kiray" dedi Lanshang xushomadgo'ylik bilan. Nimjon bo'lgan Abdulla bilan Rahman so'rab akirildi. Ularning ichki kiyimlari saldir o'tilgan bo'lib, qon suv tomchilari bilan aralashib, badanlarida qetib qolgan edi. Ularning ko'zlari yarim yumuq turadi. "Bak qiynib tutibsizlarmi nima?" dedi Van Gotay saxta rahimdillik bilan. Keyin birdilla uning vujudini rahimsizlik qoplab, ko'zlari qonga to'ldi. "Ancha qiynavatmidoq Vanselang" dedi Lanshang qiyshiq kichik ko'zlarini chimchiqlatib. "O'ltirg'izinglar." Soqchilar ularni o'rindiqqa o'ltirg'izolmay, ikki bilikidan yo'lab turishga majbur bo'ldi. "Bularning beshini ko'tirgidek holi qolmabdi. Qandoq so'roq qilamiz? Ular sizlar so'roq qilganda nima degan? Biz savdogar, ko'chakdan keldik, ot sotamiz degan. Bular yolg'on so'zladi. Zokir hammin anglabdi. Ularning so'zlarining ular nima debdikan? Ili ozod bo'ldi. Bularning kuni oz qoldi. Az vaqtdan keyin bu yermo ozod bo'ladi. Sizlar uyg'onib bo'ldi. Ashuning o'zi yetarlik" deb Van Gotay uning so'zining biliga tepdi. "Ularning savolimizga javob bergudek holni qo'ymabsizlar.
Ey, bana xabar qilmay. Öz beshinchilik qitiblar, bo'pti. Bularni tutqininglar cho'ng ish bo'pti. Agar tutmagan bo'lsanglar, nechilagan odamlarni zaharlab bulg'aydi. Sizni avar qilmay, o'zimizlar bir taraf qilib o'tayli degan, dedi Hushovdan hijib turib. Xizmat ko'rsatinglar. Yaxshi, Zakirni mukofotlanglar. Sizlarni men o'zim mukofotlayman. Bularni amdi un-tinsiz jimiq turib o'tinglar. Kelar qitimlarda bana xabar qilarsizlar. Xo'sh, men ketdim. Xizmatni mana mushundoq yaxshi ishlash kerak. Ular itamdo, itmamdo, tutqinimiz afzal. Xo'sh, Van Gote chiqib ketgandan keyin Lenshing bilan Wushouten ularga qarg'inicha turib qoldi. Qanday qilamiz, Lenshing? Bular qiynalib o'lsin. So'q uyga solab qo'yayli. Bo'ladi. Bularni elib chiqib so'q uyga solab qo'yinglar. Shu arada Tursun ting-ting aldirash kirib keldi-da. Vujujong, dedi uningga yaqinlab kelib bo'sh ovozda. Mushu baratlarning ishlari bakmo gumonliq. Shularni tutsak bo'larmikin deyman. Asos bo'lishi kerak, asos. Ular hukumatga qarshi gap qildimi yoki ili o'g'rilarning gapini qilib quturatqiliq qildimi? Sen avval biror yeb uchiga ega bo'lib ol. Ondan tutsakmi ulgurimiz. Ma'qul, ma'qul. Men yana paylay. Obdan ishla. To'hpang yerda qolmaydi. Sodiq Xuyjongmi chataqmikin deyman, dedi u yana. Udul ikki tishini chiqarib hijoyig'inicha. Nemish qundaq deysan? Shundaqdek ko'rdim. Hey, kalva, undaqdek ko'rdim. Mundaqdek ko'rdim demay, tutadigan sapoq tap. Andin biz bar emasmi? U degan yurtda obro'y bar odam osonlikcha tekil bo'lmaydi. Davomliq kuzat. Ishkining atrofidan neri ketma. Shu chog'da biror asosga ega bo'lsan, ko'rgan yerga usib, izib qolgan kalidek yursang, ular o'zlari oldinga kelib jinoyatini oshkorlamaydi. Mana bugun Zakir ili o'g'irlarning ikki odamini paylab yurib bayqidi. U xizmat ko'rsatdi. Uni amdi mukofotlaymiz. Tutilganlarning ko'pini so'roq qilib, hech narsaga ega bo'lolmay o'ltirvatdik. Bo'ldi, chiqib ketib ishoni qil. U xo'sh deb keyniga burilib mandi. Zakir amdi mukofotlandi degan so'z uning ichini ichtirvatdi. Mushu kunlarda Oysxon bilan toza yashavatsiz-a, dedi Lenshing. Boshqalar chiqib ketgandan keyin Wushotenga. U muhim odam, xabarchimdigina, dedi Wushoten xildab kulib. Ish qilib, u sizni rozi qiladi. Sizlar qanday tanishib qolgan? Hekimboy undaqlarni tanishtirib turdi-ku, dedi u qaqaqlab kulib. Yur, senmo qizib qilyapsan-ku deyman. Opirib kelay. Bo'pti, yuring amsa. Bularni boplashning bir xil usuli. To'g'ri deysan. O'zlarini o'zlari tutib berdi. Ular paranglashqach saqchi idorasidan chiqib ketishdi. So'g'uq uyda Abdullah bilan Rahman so'zligidek majoli yo'q muzlab yotadi. Qonga bo'yalgan badallari bara-bara qetishga boshladi. Tang suzlishga oz qoldi. Ularning tiniga asta-asta issiq bir iqim yamragandek bo'ldi. Ularning ko'z oldiga go'zal bahor fasli kulib, nurlanib kelayotgandek tuyuldi. Keyin ko'zlari mangulik uyquga ketdi. Bular Abduqodir Barat palvon bilan aloqalashishga avatilgan kishilar edi. 11-bob tugidi.